Assalomu alaykum, Milliy yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Uchko'prik ketib kelganmiz. Sizlar ko'rib turgan xonadonni to'g'ri noldan isitish tizim qildik. Bag'da ham xonalar bor ekan. Dorixonadan ag'iga olib o'tmasdan, faqat o'zlari qishlagani mana shu mini xona yetadi bizga. Spalni, detskiy, oshxona, hammasi ichida ekan hammomigacha. Mana shu yerda isitsa bo'ldi, ko'mir rasxoti ham ekonomik bo'ladi. Bu yoqlar bizga hozir kerak emas. Biz yosh oilalarga o'zlariga sharoit qilishibdi. Mana shu xonadonga 4 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan foydalandik. Sistemasini samatok sistema qilib berdik. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Ko'rib turganlaringda 50 sm ga 1,20 razmerdagi panel radiatorimizdan 2 donasini ustonalikka qilib berganmiz. Sistema samatok sistema. Remontlari 100% shkanli bo'lib bitishiga qaramasdan juda ham chiroyli, akkuratni ishlarni qilib bitirib beryapti. Ko'rib turganingiz avratyalar devor chekkasidan juda ham chiroyli, hech kimga xalaqit bermaydigan, eshikni ochilsa ham oyoqni ilib olmaydigan qilib, juda ham akkuratni ravishda qilib, klipsalarni urib, sifatli ishlarni qilib berdik. Ko'rishlar mumkin, suvni qarshiligiga umuman xalaqit bermaydigan qilib legolardan foydalanganmiz. Burchaklarga atvot qilmasdan, mana shunaqa lego burchaklik atvotlardan foydalanib, sifatli ishlarni qilib berdik. Bu taraflariga olib kirib ko'rsatazman yotoqxonaga, shuning uchun mana shu oshxonadan to'liq obzor qildim, sistemalarni bir qator ko'rsatdim. Endi katyolimizni ko'rsataman. Katyolimiz xonani orqa tarafiga joylashgan. Katyolimiz mana shu xonadonning orqa tarafiga 25 kilovatlik nijniy garena pastdan yonuvchi ko'mirli katyolimizni olib kelib ustanovka qildik. Bu ko'mirli katyolimiz juda ham qulay, dangasalar uchun mo'ljallangan. Pastdan cho'g'ni yoqib qo'yasiz, o'tni yoqsangiz cho'g' bo'ladi, ustiga ko'mir tashab turib to'ldirasiz. Mana shu qancha ozaygan sari ustiga tashab ozayishiga tashab turilaveradi. Tagi cho'y ham bo'ladi, kalansliklari juda ham chiroyli, pastdan yonuvchi. Mana shu ozayib bo'lsa, ustiga dalibga qilib tashab turilaveradi. Eshiklari polni legirovishni, tutun cho'q-po'q hech narsa chiqmaydi. Katyolimizdan yonayotganiga 3 metr inosi bo'lib, keyin dimoxotga uriladi. Katyolimiz podachilari yon tarafda joylashgan, obratkalari orqa tarafda joylashgan bo'ladi. Hamda katyolimiz yaxshi yonmay qolsa, ko'mirimiz xuddi shu richa orqali mana shu shiqini tozalasalang, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'mirni surib aqa-baqa qilib harakatga keltirib ko'mirni yoqishga yordam beradi. Katyolimiz bu eshigiga esa kulpulini chilak-pilak cho'q-po'qlardan, oshiqchalardan tozalash uchun ventilyator oldi qismiga o'rnatilgan bo'ladi. Suvni to'kib yangilagan shunaqa slimni ekranni qo'yilgan. Katyolimizdan yonayotganiga 3 metr inonizi bo'lib chiqib ketadi. Teplameniylarni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tsam, mana shu teplameniyalarda kasetalarning orasini bir-biriga bo'g'iydigan narsa. Teplameniyalar tozalash uchun juda ham qulay xod qo'yib ketilgan. Mana shunda shuni qirasiz, qirgandan keyin bundan tushgan misollarni xuddi shu eshik orqali ochib olib tashlasangiz bo'ladi. Hamda mana listini обязательно qo'yish shart. Nimaiki, kasetalarning orasidan ilonizi bo'lib aylanishga mana shu yordam beradi. Hamda eshiklarni shunday yopasiz bo'ldi. Sistemani katyolda saqlab qolish uchun 3 barga vzremniy klapan qo'yib ketilgan. Turbalar plastik turbadan iborat. Keshilmasligi uchun juda ham chiroyli qilib, reykalarga mahkamlab, simlar bilan baylab juda ham chiroyli qilib ishlarni qilib bitirdik. Xonadon egalari xuddi shu yerga bitta oddiy naves qo'yib olinsa, bo'ldi, navesda turadigan katyol bo'ldi. Atrofi polni utuplonni izolyatsiya qilingan, issiq sovuq umuman patera qilmaydi. O'zimiz ishlab chiqargan milliy Zeur brendi ostida ko'mirli katyolimiz. Xo'p, dimoxotimiz ko'rishlar mumkin. Har biri yechiladi, tozalashgan, boshqa narsaga ham qulay, umuman to'lmaydi, kamsat oqmaydigan. Dimoxotimiz bir donasi narxi 450 ming so'm. Katyolimiz atrof utuplonni nijniy garenaning narxi 9,300 ming so'm bo'ldi. Dimoxotimizdan tushgan qurilma mana stakanchik trayner deyiladi. Mana shuni bo'shatsangiz, mana shundan tozalab olib tashlagan ham juda chiroyli qilib xod qo'yib ketilgan. Katyolimiz podachilariga ko'rishlar mumkin. Izolyatsiyalarni mahkam qilib zo'ridan qo'yib, termometr qo'yilgan hamda obratkalarga ham bog'lab qo'yib berganmiz. Sistemaga bitta qo'shimcha 32 sirkulyatsion nasos ham qo'shib berilgan. Va hamda shunaqa izolyatsiyalarga qo'yib, manaqa reykalarga qatirib, mahkam qilib, juda ham turba eshilmaydigan qilib, sifatli ishlarni qilib bitirib berdik. Bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli katyollar va shunaqa sifatli santexnik ishlarni qilib 100% xonadon egalariga garantiyali qilib topshirish. Xonadonimizga общий 4 dona radiator, dimoxotimiz, katyolimiz hammasi necha pul ketganini sizlarga bir qator aytib o'tamiz. Mana sizlar ko'rib turgan xonadonimizga jami 23 million 700 ming so'm sarf xarajat ketdi. Bularning ichiga 9 million 300 ming so'm pastdan yonuvchi nijniy garena katyolimiz, 1 million 950 ming so'm dimoxotimiz, qolgan sarf xarajatlar mana shu usta haqi, turba, izolyatsiya hammasi kirib ketadi. Bundan tashqari ortib qolgan materiallar qaytarib hammasini magazin xarajatlarini o'zimiz bilan olib ketamiz. Hamda sizlarga aytib o'taman, 4 dona radiator, 1 dona katyolimizni, xo'p,
Mana shunaqa 5 dona pastida bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan montaj qilib berdik. Ana shu bir dona radiatorimizni 600 ming so'mga hamda katyolimizni ham 600 ming so'mga ustanobga qilib berdik. Shunda xizmat haqimiz polni isitish tizimiga 3 million so'm haq oldik. Mana shu xonadonimizga, kottejimizga 3 million so'm haq olib, polni noldan isitish tizimini garantiyali qilib, effektli qilib bitirib berdik. Sizlarda ham xonadonlarga shunaqa isitish tizimlari zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga hoziroq aloqa qilsangiz, juda ham chiroyli, sifatli, garantiyali qilib ishlarni bitirib beramiz. Biz yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirlik aytib, sifatli sandiqni ishlarni qilib berish. Videoga like bosib tarqatib qo'yamiz.